Assalomu alaykum, Suro bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videoda sizlarga qurilishga juda ham kerakli bo'lgan mahsulot Penaplex va Teplex mahsulotini alohida to'xtalib o'tamiz mahsulotlarimizga. Xudo xolasa bu mahsulotlarimizni ukajonim tanishtirib beradi menga. Abdulaziz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisan aka? Charchamasdan? Saling bo'lyaptimi? Rahmat aka. Zerikmayapsanmi? Ha, rahmat. Klientlar bilan qiynalmasdan. Ukajonim shu mahsulotni bizga tanishtirib bersang, Penaplexga alohida, Teplexga alohida gapirib o'tasan, bir-biriga aralashtirib olmasdan aziz obunachilarimizga tushunarli bo'lishi uchun. Bor. Assalomu alaykum Suro bazaning aziz obunachilari. Qurilishga hozirda qaysi mahsulotni ishlatay izolyatsiya uchun ham arzonroq bo'lgan varianti, bazaltdan keyingi o'rinda turadigan bu mahsulotimiz Penaplex mahsuloti bo'ladi. Penaplex bo'ladi. Shum izolyatsiyaga, issiq sovuqdan saqlashga juda ham zo'r mahsulot. Buni uyingizni xohlagan joyiga ishlatsa bo'ladi. Devorga, patologga, ya'ni yer tagiga, ya'ni oyog'ingiz tagiga ishlatsangiz ham bo'laveradi. Issiq sovuqni. Qalinligini bitta ko'rsatib qo'y obunachilarga. Hozir qalinligi 5 ligi. 5 ligi. Juda ham qattiq bo'lar ekan. Bu fundament degani, ya'ni juda ham katta qurilishga ishlatadiganlar uchun. Ishlatadiganlar uchun. Nechiliklari bor bizni bazamizda, Abdulaziz? Xo'p, biz omborimizda 2 lik, 3 lik, 4 lik va 5 lik razmerlarini topishinglar mumkin. 4 xili bor ekan akalar. 4 xili. Narxlari necha puldan necha pulgacha? Xo'p, narxlari 13 ming so'mdan boshlab 35 ming 40 ming so'mgacha. Ya'ni razmeriga qarab narxlari o'zgaraveradi. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yaylik, bu mahsulotimiz sezonli bo'lgani uchun narxlari o'zgarib turishi mumkin zavod tarafidan. Aytilgan narxlardan qimmat yoki kamayib ketgan bo'lsa, telefon qilib urishib o'tirishinglar shart emas. Kerak emas, issiqda kunida hisobda ishlatishinglar. Ha, u shunaqa. Hozir Andijonda ham 40 gradus bo'lyapti deyarli. Andijon degani uchun manzilimizni ham aytib o'tdik. Manzilimiz shu Andijon shahar Soy eski mazzavodni ichkarisida. Xohlagan qurilishdagi mahsulotlarni bemalol topsanglar bo'laveradi. Keyin sizlarga yana bitta joy yangilik qilganmiz. Biz hozirda shu skladimizni ko'rib turgan skladlarga katta showroom quryapmiz. Showroomimiz ham eshigimiz tagida nanderoqda. Kelib xohlagan shu bozorga borib oladigan hamma mahsulotlarni faqatgina bizdan xarid qilib olishinglar mumkin bo'lyapti. Hammasi eng arzon narxlarda halolda titolovga xohlasanglar naqd pulga bemalol kelib xarid qilsalar bo'ladi. Shpatel, cho'tka, metr hamma yo'lda qo'yapmiz. Bozordan arzon narxlarda. Inshaalloh. Ukajonim, gapiraveramiz. Mana ko'rib turishinglar mumkin. Bemalol cheklanmagan miqdorda xarid qilishinglar mumkin. Mana endi bu 2 likni oldim. Buni ham qalinligini bitta ko'rsatib qo'yasiz va qalinligi 2 lik ekan. Plotnosi ham normalniy ekan. Bemalol o'zingiz uyingizga yangi uchastka quryapsizmi yoki remont qilmoqchimisiz, shunga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Penaplex Comfort ekana bunisi. Comfort Penaplex. Bemalol agar ko'proq oladigan quruvchi, sotuvchi akalarimiz bo'lsa, bemalol birga ishlaveramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Katta kvadrat oladiganlar uchun ham eng yaxshi ba'zi shu bo'lib turibdi hozir O'zbekiston bo'yicha, xudo xolasa. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi azizlar. Bozorga chiqib, bundan anchagina 1000 so'm, 2000 so'm qimmatiga olgandan bu yerga kelib 100 so'm arzoniga olsanglar ham ancha katta farq qiladi. Quruvchi akalarimiz juda yaxshi bilishadi bu narsani. 5-6 ming kvadrat oladiganlar akalar uchun bu yer eng yaxshi yechim bo'lib turibdi hozir. Endi keyingi mahsulotimizga o'tsak aka. Sal arzonroq varianti Penaplexda. Penaplexda arzonroq. Teplex ekan, mana ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bu mahsulotimizning razmerlari qanaqa bo'ladi uka? Xo'p, bu mahsulotimizning razmerlari bir xil bo'ladi. Penaplex bilan bu yog'iga 1.20, eniga 60 bo'ladi. Eniga 60 bo'ladi mana. Katta partiya bor ekan. Bemalol cheklanmagan miqdorda xarid qilishinglar mumkin. Sotuvchi, quruvchi akalarimiz bemalol hamkorlikka chaqirib qolamiz. Bemalol birga ishlaymiz, xudo xolasa. Xo'p, endi buni ham razmerlarini ham aytib o'tadigan bo'lsak, 2 lik, 3 lik va 5 lik 3 xil razmeri bor. Mahsulotimizni olib ko'rsatib bera olasizmi? Hozir hamma aytib bor ekan. Bu 3 lik esa 3 lik a? Mana ushlab ko'rsatib beramiz mana. Qalinligini ko'rishinglar mumkin. Deyarli bir xil vazifani bajaradi. Deyarli bir xil, 100 so'm, 200 so'm arzon yuradi xolos. Shunaqa. Penaplexdan keyingi o'rinda turuvchi Teplex bo'ladi. Har xil arzon variantlarga ishonib qolmanglar aziz obunachilar. Teplex mana originali, to'g'rima-to'g'ri zavoddan keladigan ko'rib olinglar. Ya'ni buni Penaplex shu yerda barcha mahsulotlar dilerligini olganmiz. Bemalol o'zimizda arzon narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Cheklanmagan miqdorda. Cheklanmagan miqdorda. Yana qaytarib o'tamiz. Xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar halol muddatli to'lovga. Bitta pasport va bitta plastik karta yetadi.
skladimizni kelsalar yetadi. Onlayn tarzda qilib bo'lmaydi bu narsani. Onlayn tarzda qilib bo'lmaydi. Halomlat to'lovni shuni qaytarib o'tamiz. Yana bir qator manzilimizni aytib o'tamiz. Vodiyda, Andijon shahar, Soy eski mazavod ichida. Soy eski mazavod ichkarisi. Aziz obunachilar, bu gaplarimizdan keyin jinniga chiqarmaylar bizni. Ko'pchilik video qo'yganimizdan keyin manzilni qayta so'rayapti. Kerak bo'lsa narxlari bilan aytib qo'ysak ham narxlarni so'rayapti. Buni ham yana narxini aytib o'tib aytib bu 13 ming so'mdan 35 ming so'mgacha bo'ladi. Buni ham razmeriga qarab narxi o'zgaraveradi. Narxi o'zgaraveradi. Xudo xolasa kelib yana xarid qila olasizlar. Qaytarib o'tamiz, narxlar o'zgarib turishi mumkin. Narxlar o'zgarib turishi mumkin. Akajonim, rahmat katta. Albatta. Podpiska bosishni unutmasdan obunachilarimiz aka. Yana keyingi videolarda, mana bu yerda Ecover Stiklata mahsulotimiz, bu yerda Falgut Stilfonda yana ham qalinroq bu yerdan bitta ko'rsatib qo'ysangiz ko'rishinglar. Qalamchalik deb qo'yganimiz bor. Katta miqdorda bemalol kelib xarid qilsalar bo'laveradi. Falg izolyatsiyani mana shu doddalari deydimi, Toshkentchasiga hammasidan bor. Inshaalloh keyingi videolarda video qilib chiqaramiz bu narsani. Katta partiyada ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa rahmat hammaga. Keyingi videolarda ko'rishib qolguncha xayr, sog' salomat bo'lamiz. Rahmat.